Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Yangi boshlangan kunlaringiz muborak bo'lsin. Kecha primo efirdan juda ko'p so'ralgan savol, ya'ni har doim ko'p so'raladigan savol, bolani jinsini qaysi haftadan aniqlasa bo'ladi deb so'raysizlar. Ya'ni o'sha jinsini almashib qolishi mumkinmi deb so'raysizlar. To'g'risi, bizda o'zida effektivniy yaxshi xulosa berish asosan mutaxassisga bog'liq. Jinsga almashib qolmaydi, lekin birinchi ko'rilganida xato ko'rilgan bo'lishi mumkin. Yana o'shanda ham qancha srokingiz vaqtli bo'lsa, plus ayolda ozgina vес ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ichaklarda gaz bo'ladigan bo'lsa yoki bachadonda kuchli tonus bo'ladigan bo'lsa, adashish bo'lishi mumkin. Lekin qaysi sroklarda eng yaxshi ko'riladigan jinsini deb so'rasanglar, men uchun 12 haftadan keyin 12-13 hafta optimalniy yaxshi vaqt hisoblanadi. Yana bitta kichkina nyuans aytib ketmoqchiman. Agarda bolajoningiz